Assalomu alaykum. 4-qism 2-matn, umumiy olganda 8-darsligimiz bo'ladi, xudo xolasa. Al-amsalu sha'biyya, ya'ni xalq masallari, xalq ertaklari kabi. Al-amsalu sha'biyya mir'atu hayatin nasi va taqalidihim va adatihim. Ya'ni xalq maqollari insonlarning hayotining, urf-odatlarining oynasidir. وهي عبارة عن حكم شعبية شفهية مجهولة القائل. U xalq maqollari qayerdan chiqadi desa, aytuvchisi noma'lum, og'izdan og'izga o'tib yurgan hikmatlardan iborat masallar bo'ladi. Kim aytgani noma'lum, lekin ichida hikmat bo'ladi, aytilib keladi. Qilat fi munasabatin muayyana, va ana shu hikoya qaysidir bir muayyan bir ish uchun aytilgan bo'ladi. ثم أصبحت واسعة الانتشار بين العامة والخاصة لسهولة حفظها وبساطة معانيها. So'ngra keng tarqaladigan bo'ldi. Ommaviy joylarda, xususiy joylarda keng tarqaladigan bo'ladi. Ularni eslab qolishlik oson bo'lganligi uchun va ma'nolari oddiy bo'lganligi uchun. وتتميز الأمثال الشعبية بأنها تناولت كل جوانب الحياة. Va xalq maqollari shunisi bilan ajrab turadiki, u hayotning barcha tomonlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni har qanaqangi holat uchun masal ertak bor. Wa min an-nahiyati al-lughawiyya fa innaha tatamayyazu bi kalimatiha al-qasira al-mufida ad-daqiqa. Lug'at tomonidan nima afzalligi bor desa, u qisqa, foydali va daqiq sinchkov ma'nolari bilan ajralib turadi. كما أن غالبية الأمثال عبارة عن جمل موسيقية سهلة الإلقاء والتناقل والحفظ. وينا xuddi shuningdek ba'zi bir ko'p maqollar musiqa jumlalaridan bo'ladi, ya'ni musiqaga so'lingan bo'ladi. Bu nimani bildiradi desa, birovga aytishlik oson bo'ladi, xalqdan xalqqa ko'chib yurishlik oson bo'ladi, yodlab qolishlik ham oson bo'ladi. Bayt ham deyiladi-ku bizda. وعن مصادر الأمثال الشعبية. Endi xalq maqollarining manbai haqida. فهي عادة تكون مأخوذة من قصة حقيقية حدثت في الزمن الماضي. U odatda o'tgan zamonlarda haqiqatda sodir bo'lgan qissalardan olingan bo'ladi. أو أن تكون مأخوذة من الحكايات الشعبية المشهورة. yoki u mashhur xalq maqollari, xalq hikoyalaridan olingan bo'ladi. كحكاية جوها التي تعد مصدرا غنيا للأمثال الشعبية العربية. xuddi arablarning xalq maqollarida boy manbaga ega hisoblanadigan juha hikoyalari kabi. Bizda kim? Afandi. Butun turkiylarda afandi. Qozoqlardami, qirg'izlardami Mirzo ham deydi. Mirzo. Aldar ko'sa odatda yomon rolda chiqardi doim. Afandi, lekin afandi yaxshi ham bo'lib chiqaveradi boshqalarda. Ularda juho ekan demak. Kama akhadha an-nasu amsala min adabi va she'r al-arabiy alladhi yahtawi al-hikmata. Xuddi insonlar adabiyot va she'riyatni hikmatga to'la bo'lgan arabiy she'r va adabiyotlarni ana shu masallardan olishadi. إضافة إلى أن تجربة الإنسان وخبرته في مواقف الحياة تولد الأمثال. وينا shunga qo'shimcha tarzda insonning tajribasi hayot to'xtamlari paytida, hayotdagi vaziyatlar paytida yangi masallarni ham barpo qiladi. ولا ننسى الأمثال التي جاءت من ثقافة الشعوب الأخرى. va yana biz boshqa millatlardan, boshqa millat madaniyatlardan kelgan masallarni ham unutmasligimiz kerak. Ana shu masallardan, hikoyalardan ba'zilarini aytib beradi. Amsalu sha'ya, ya'ni keng tarqalgan masallar. Mislu mismari juha. Xuddi juhoning miqi masalada hozir ko'rib chiqamiz. Warada fi ihda hikoyat juha annahu ba'a baytahu. Ya'ni hikoyalardan birida juho uyini sotganligi keladi. Va taraka mismaran ala jidaril bayt. Va u uyning devorida bitta miqini qoldirib ketibdi. Kay yastamirra fi ziyarati baytihi bi hujjatil mismar. Ya'ni ana shu miqni bahona qilib uyini bardavom tarzda kelib turishligi uchun.
فصار يزور بيته القديم مرارا وتكرارا. va u ana shu uyini ko'p ziyorat qiladigan bo'ldi. Miror degani bir necha marta, takror ma'nosida. فَتَرَكَ صَاحِبُ الْبَيْتِ الْجَدِيدِ الْبَيْتَ بِسَبَبِهِ. Va o'sha uyini sotib olgan kishi ana shunaqa kelaverganidan oxiri uyni tark etib ketib yuborgan ekan. وَأَسْبَهَ النَّاسُ يَضْرِبُونَ الْمَثَلَ بِمِسْمَارِ جُهَّةٍ. Va shuning uchun ham odamlar bu hikoyani Juhoning miqi deb nomlaydilar. Yadribuna degani o'zi daraba urmoq degani, lekin yadribul masala degani masal urishadi. Shu bilan hikoya to'qishadi ma'nosida. Bu endi odatda arablarning o'zida hozir nimalarga ishlatiladi desa, sizga bitta odam telefonni sotadi-da, misol uchun, cheholini sovg'a qilib beradi-da, shu cheholni gapiraveradi. Bu siz o'z telefonga pul bergan bo'lasiz, lekin cheholni gapiraversa, o'sha paytda ular mana shu Juhaning miqini eslashadi. Hop, yana bittasi. Usfurun biyadi khayrun min 10 ala shajarati. Ya'ni qo'ldagi bir qush daraxtdagi 10 ta qushdan yaxshiroq. قصة هذا المثل تعود إلى شخص كان يحمل عصفورا بيده. ya'ni bu qissaning tarihi qo'lida bir qushni ko'tarib ketayotgan shaxsga borib taqaladi. Va fi atna'i sayrihi fi ihda al-hadaiq, ya'ni bog'lardan birida sayr qilayotgan paytida ra'a majmu'atan asafira ala shajara, daraxt ustida bir guruh qushlarni ko'radi. Fatami'a biha, va ularni olishni xohlaydi. Tami'a degani tama' qilish degani. O'zbekchada ham bor. Qattiq xohlash ishlashdan chiqadi. Va min shiddati tam'i, ya'ni xohishining o'ta qattiqligidan tarakal usfur biyadi. Usfur allazi biyadi, qo'lidagi qushni qo'ydi bir joyga, hatta yas'ada ash-shajara, daraxtga chiqishlik uchun, la'allahu yahsul al-asafir, ya'ni o'sha qushlarni ushayman degan niyatda. Lakin al-asafir tarat ba'idan indama iqtaraba minha, ya'ni kishi yaqinlashgan paytda qushlar uchib ketishdi. Fa khasira al-asafir kullaha, va u qushlarning hammasini qo'lidan chiqardi. Va shunga o'xshash masalalar ham bizda ham juda ko'p uchraydi. Endi yana bir narsa, mana bu eng mashhur maqollardan bittasiki, man shabba ala shay shabba alayh. Shabba degani yosh degan. Shabbun yigit. Shabba esa qarimoq ma'nosida. Mana shu sochi oqini shaybun deydi arablarda. Nimaga shaybun deydi desa, odam yoshi bir vaqtga kelgandagina sochi, soqoli oqaradi. Endi bu maqol nima deyaptiki, kim bir narsa ustida yoshligini o'tkazsa, o'sha narsa ustida qariydi. Va endi buni hikoyasi keladi. والمقصود بالمثل أن تربية الإنسان في السنوات الأولى من حياته مهمة جدا. ya'ni ushbu masaldan maqsad inson tarbiyasi hayotining boshlang'ich davrlarida eng muhimi hisoblanadi. فتصرفاته وعاداته في سنوات عمره اللاحقة تبقى كما اعتاد عليها في الصغار. va uning boshlang'ich hayotidagi odatlari yoshi katta bo'lgandan keyin ham xuddi shunday bo'lib qoladi. Hatta yashiba sha'r ra'sihi, mana endi keldiki, hatto boshining sochi oqargunicha. Yana bitta masala. Man hafara hufratan li ahihi waqa'a fiha. Kim do'stiga chuqur qazisa, o'zi unga tushadi. Xuddi shuni menimcha o'zbekchasi ham bor. Birovga cho'q qazsang o'zing tushasanmi? Yadullu على أن الإنسان إذا أراد فعل الشر للشخص آخر فإن هذا الشر لابد أن يعود إلى صاحبه. ya'ni bu maqol biror bir inson boshqa bir kishiga yomonlik qilishligini xohlasa, bu yomonlik albatta o'ziga qaytishligini bildiradi. Yana mashhur maqollardan bittasi. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Endi bu juda ham mashhur gap. Shunday birodarlar bo'ladiki, uni onangiz sizga tug'magan bo'ladi. Endi axun nima degani arab tilida? Aka yoki uka ma'nosida. Ko'chada kim bilandir do'stlashasiz, qanchadir vaqt o'tgandan keyin shu darajada u do'stlik bo'ladiki, aka ukadek kelib ketadi. Akam, ukam deb gapiramiz-ku. Va shu narsani maqolada keladiki, shunaqa akamsanki, men onam bilan tug'ib bermagan xolos deydi. Ya'ni yaqinligi, qarindosh urug'chiligi kuchayib ketganidan. Hunaka ashxosun laysu min damina wala min aqaribina. Ya'ni shunday shaxslar bo'lishadiki, ular bizning qonimizdan yoki qarindosh urug'imiz bo'lishmaydi. Lakin alaqatal mawaddati wal hubbi wal ikhlasi qad tatajawazu as-sadaqa bi kathirin
litasila ila al-ukhuwa. Va lekin o'rtadagi mehr muhabbat, ixlos va sadoqat do'stlik chegarasidan o'tib aka-ukachilik, birodarchilik chegarasiga yetgan paytda ushbu maqol ishlatiladi. Va oxirgisi irdoun nas g'oyatun la tudrak, ya'ni insonlarni rozi qilish yetib bo'lmas maqsaddir. Qad ta'malu amalan kamilan, ba'zida siz nima deydi, mukammal bir ish qilasiz, lakinna la tatawaqqau an yurdiya jami'un nasi an amalik mahma kana mufidan. Lekin siz bu ishingiz bilan insonlarning barchasini rozi qilishlikni umid qilmang, xoh qanchalik foydali bo'lsin.